Siz mashinangizning muftasini doimiy ravishda almashtiryapsiz va bu tez-tez buzilishning sababini bilmayapsiz. Muammo ehtimol mexanikada ham, ustada ham emas, balki sizning rul orqasidagi odatlaringizda bo'lishi mumkin. Bu yerda biz mexanik uzatmani boshqaradigan haydovchilar tomonidan tez-tez yo'l qo'yiladigan 13 ta xatoni ko'rib chiqamiz. Bu xatolar mashinani asta-sekin buzadi, lekin haydovchilar buni sezmaydi. Agar siz xarajatlaringizni kamaytirib, avtomobilingizning umrini uzaytirmoqchi bo'lsangiz, oxirigacha oqing. Birinchi xato tezlik tutqichidan qo'l uchun tayanch sifatida foydalanish. Ko'plab haydovchilar qo'llarni tutqich ustida qoldirishga odatlanib qolishadi va bu harakatning qanday zarar yetkazishini o'ylab ham ko'rishmaydi. Bu harakat oddiy yoki hatto qulaydek tuyulishi mumkin, lekin aslida u uzatmalar qutisining ichki qismlarini eskitadi. Bu doimiy bosim tanlov vilkasiga ta'sir qiladi va natijada u mexanizm ichidagi harakatlanuvchi qismlar bilan to'qnashib, eskirib ketadi. Vaqt o'tishi bilan bu tezliklarni almashtirishda qiyinchiliklar va hatto tutqichda noodatiy shovqinlar paydo bo'lishiga olib kelishi mumkin. Avtomobil ishlab chiqaruvchilari aynan shu noqulayliklarning oldini olish va xavfsiz haydovni ta'minlash uchun bu odatdan qat'iyan voz kechishni tavsiya qilishadi. Imkon qadar ikki qo'lingizni rulda ushlab turgan ma'qul. Ikkinchi xato transport vositasini signalda to'xtagan paytda uzatma ulangani holda qoldirish. Ko'pchilik odamlar qizil chiroqda to'xtaganlarda tezroq harakatni boshlash uchun deb debriyaj pedalini bosib va birinchi tezlikni ulangani holda turishadi. Ko'pchilik bu odat debriyaj tizimining xizmat muddatini jiddiy qisqartirishini anglamaydi. Pedalani bosib turganda podshipnik doimiy ravishda diafragma prujinasiga tegib turadi. Bu esa uning tezroq eskirishiga olib keladi. Vaqt o'tishi bilan bu debriyajdan foydalanganda galati tovushlar paydo bo'lishiga sabab bo'lishi mumkin. Bu esa podshipnikni almashtirish kerakligini bildiradi. Bu esa ancha qimmatga tushishi mumkin. Bundan qochish uchun svetoforda to'xtaganingizda uzatma qutisini neytral holatga o'tkazing, debriyajni qo'yib yuboring va agar kerak bo'lsa, xavfsizlik uchun qo'l tormozidan foydalaning. Uchinchi xato mashinani qiyalikda debriyaj yordamida ushlab turish. Ko'plab haydovchilar qiyalikda to'xtaganlarda mashinani orqaga ketmasligi uchun debriyajni ushlab turib, joyida saqlashadi. Bu usul qulaydek tuyuladi, lekin qismlar orasidagi ishqalanish diskni tezda eskitadi va muddatidan oldin ishdan chiqaradi. Qiyalikda mashinani ushlab turishning to'g'ri usuli qo'l tormozidan foydalanish yoki agar avtomobilda mavjud bo'lsa, qiyalikda harakatni boshlashga yordam beruvchi tizimdan foydalanishdir. Agar bunday tizim bo'lmasa, eng yaxshi usul qo'l tormozini tortib turish, birinchi tezlikni qo'yish, debriyajni oxirigacha bosib turish, so'ng harakat boshlanganda asta-sekin gaz bosib, qo'l tormozini sekin-asta qo'yib yuborishdir. Bu usul mashinaning orqaga ketishini oldini oladi va debriyajga zarar yetkazmaydi. To'rtinchi xato oyogingizni doim debriyaj pedalida ushlab turish. Agar mashinangizning debriyaji odatdagidan tezroq eskirayotgan bo'lsa, bunga ko'plab haydovchilar hatto sezmaydigan bir odat sabab bo'lishi mumkin. Haydash vaqtida oyogingizni doim pedal ustida ushlab turish. Tashqaridan oddiy ko'ringan bu xato aslida tizimning uzoq xizmat qilishiga jiddiy zarar yetkazishi va avtomobilning ishlashiga salbiy ta'sir qilishi mumkin. Nega bu harakat xavfli hisoblanadi? Debriyaj mexanik transmissiyaning eng muhim qismlaridan biri hisoblanadi. Uning vazifasi dvigatel va uzatmalar qutisini bir-biriga ulash va ajratish, shu orqali tezliklarni silliq va samarali almashtirish imkonini beradi. Pedal bosilganda disk motor volandan ajraladi va quvvatning gildiraklarga uzatilishini to'xtatadi. Muammo haydovchi pedalni bosib turganida, bu zarur bo'lmagan paytda yuzaga keladi. Hatto yengil bosim ham diskning volan va bosim plastinasidan tolib ajralishga to'sqinlik qiladi. Natijada bu qismlar doimiy aloqada bo'lib, ishqalanish yuzaga keladi va butunning tezroq eskirishiga olib keladi. 5-xato past aylanishda keskin gaz bosish. Gaz pedalini kuchli bosib, dvigatelning momentini his qilish yoki tezda quvib otish istagi paydo bo'lishi mumkin. Lekin bu odat ayniqsa juda past aylanishda amalga oshirilsa, dvigatelga zarar yetkazishi mumkin. Aslida dvigatel o'zining eng yaxshi natijasini ma'lum bir aylanish oraligida ko'rsatadi. Agar aylanish juda past bo'lsa va siz to'satdan gaz bersangiz, ichki qismlar ortiqcha zoripish va haddan tashqari qizishga duchor bo'ladi. Bu hodisa ko'pincha dvigatelni majburlash deb ataladi va vaqt o'tishi bilan jiddiy zarar yetkazishi mumkin. Eng yaxshi yechim tezlashtirishdan oldin pastki uzatmaga o'tish, shunda dvigatel o'zining ideal aylanish oraligida qoladi. Bu balki unchalik hayajonli bo'lmasligi mumkin, lekin ortiqcha ta'mirlardan saqlaydi. 6-xato har doim tormozlashda pastki uzatmaga o'tish. Ko'plab haydovchilar tezlikni kamaytirish kerak bo'lsa, burilish oldidan yoki svetoforga yaqinlashganda darhol pastki uzatmaga o'tishga odatlangan. Bu usul samarali ko'rinsa-da, u muftani haddan tashqari zoriqtiradi. Avtomobil poygalarida haydovchilar dvigatelni optimal quvvat oraligida ushlab turish uchun doimiy ravishda pastki uzatmaga o'tishadi, lekin ular ham juda tez-tez ehtiyot qismlarni almashtirishadi.
Oddiy foydalanishda tezlikni kamaytirish uchun tormozdan foydalanish va zarur bo'lsa, xavf yo'qolgandan so'ng neytralga otib, birdan 2 pogoni pastga uzatmaga otish yaxshiroq. Bu yondashuv muftani asraydi va haydovni yanada silliq hamda tejamkor qiladi. 7-xato, tormoz bosishda muftani bosmaslik. Bu mexanik uzatmaga ega mashinada haydashni o'rganayotganlar yoki uzoq vaqtdan beri haydamaganlar orasida eng keng tarqalgan xatolardan biridir. Tormoz bosishda muftani bosmaslik dvigatelning ochib qolishiga va mashinaning to'satdan to'xtashiga olib kelishi mumkin. Silliq haydash uchun dvigatel aylanishi va mufta harakati yaxshi muvofiqlashtirilgan bo'lishi kerak. Tezlikni kamaytirganingizda dvigatel aylanishi mufta aylanishidan tezroq tushadi. Pedalni o'z vaqtida bosish orqali siz ikki elementni ajratasiz va bu noqulaylikdan qochasiz. 8-xato, piyalikda mashinani neytral holatda qoldirib to'xtash. Bu holatda boshdan kechirishdan ko'ra oldindan choralar ko'rgan afzal. Mashina qiyalikda to'xtab turganda uni neytral holatda qoldirish haqiqiy xavf tug'diradi. Chunki agar qo'l tormozi zaiflashsa, mashina o'z-o'zidan harakatlana boshlashi mumkin. To'g'ri amaliyot ko'tarilishda birinchi tezlikni, pastga tushishda esa orqaga harakatni zadniy qo'yishdir. Bu esa mashinaning harakatlanishining oldini oladigan qo'shimcha xavfsizlikni ta'minlaydi. Bundan tashqari, gildiraklarni yo'l chetiga bo'lish, agar mashina harakatlansa ham, xavfni kamaytirishga yordam beradi. 9-xato, juda yuqori tezlikda harakatni boshlash. Ba'zi vaziyatlarda ikkinchi yoki uchinchi tezlikda harakatni boshlash foydali tuyulishi mumkin. Masalan, tezroq tezlik olish yoki qiyalikni ko'tarilish uchun. Biroq bu odat muftani ko'proq eskiradi va hatto mashinaning ochib qolishiga olib kelishi mumkin. Bu esa haydovchilikka salbiy ta'sir qiladi. Imkon qadar harakatni boshlash uchun birinchi tezlikdan foydalanish kerak. Yagona istisno loy yoki qor kabi sirpanchiq yuzalar bo'lib, bu yerda yuqoriroq tezlik foydali bo'lishi mumkin. Bu senga uzatiladigan momentni kamaytirishga va yopishishni yaxshilashga yordam beradi. 10-xato, neytral holatda yurish. Yoqilg'i narxi oshgani sababli ko'plab haydovchilar tejash uchun turli hiylalarni izlashmoqda. Biroq pastga tushayotgan paytda neytral holatda yurish bu ro'yxatga kirmaydi. Aslida, bu amaliyot shunchaki mashinani qisqa tezlikda ushlab turishdan ko'ra kamroq samarali hisoblanadi. Bundan tashqari, neytral holatda haydash mashinani boshqarishni qiyinlashtiradi va haydovchini xavf ostiga qo'yadi. Chunki zarurat tugilganda tezda tezlikni oshirish mushkul bo'ladi. Yana bir xavf shundaki, tezlikni yana o'zgartirish uchun transmissiyani majburlash tishli gildiraklarga zarar yetkazishi mumkin. Agar siz yonilg'i sarfini xavfsiz va samarali tarzda kamaytirmoqchi bo'lsangiz, matn oxirida qo'shimcha bir maslahat ham berilgan. 11-xato, tormoz suyuqligini almashtirishni e'tiborsiz qoldirish. Tormoz suyuqligi mexanik uzatmali avtomobil tizimining muhim qismi bo'lsa-da, ko'pincha e'tibordan chetda qoladi. U bosh silindr va mufta qabul qiluvchi silindrining to'g'ri ishlashini ta'minlaydi. Vaqt o'tishi bilan metall zarrachalari va eskirgan rezina bo'laklari kabi qoldiqlar unda to'planib, uning samaradorligini pasaytiradi. Muammolarning oldini olish uchun tormoz suyuqligini har 2 yilda yoki taxminan har 30 ming kilometrda bir marta almashtirish kerak. Agar bu ishni o'zingiz bajara olmasangiz, mashinangizni mutaxassisga topshirganingiz ma'qul. Bu profilaktik texnik xizmat ko'rsatish aslida qimmatbaho muftani ta'mirlashdan ancha arzon turadi. 12-xato, faqat mufta diskini almashtirish. Agar siz mashinangizning muftasini bir necha marta almashtirishga majbur bo'lgan bo'lsangiz, muammo ehtimol texnik xizmat ko'rsatish usulidan kelib chiqqan bo'lishi mumkin. Tejamkorlik uchun ko'plab haydovchilar faqat diskni almashtirib, tizimning qolgan qismiga e'tibor bermaydilar. Bu qo'shimcha xarajat bo'lsa ham, bosim plastinasi va rulmani o'z ichiga olgan butun to'plamni almashtirish ma'qul. Ba'zi hollarda qabul qiluvchi silindrni ham almashtirish zarur bo'lishi mumkin. Bu barcha qismlarning to'g'ri ishlashini ta'minlaydi va keyinchalik yanada katta xarajatlardan saqlaydi. 13-xato, qish paytida tormoz va muftani bir vaqtda bosish. Qishda mexanik uzatmalar qutisi bilan haydash alohida e'tibor va ba'zi moslashuvlarni talab qiladi. Bu esa xavfsizlik va mexanik qismlarni asrash uchun muhimdir. Qor, muz yoki kuchli yomg'ir tufayli yo'lga yopishish ancha kamayishi mumkin. Shuning uchun ehtiyotkor haydash usullarini qo'llash juda muhim bo'ladi. Bunday sharoitda keng tarqalgan xato tormoz va muftani bir vaqtda bosishdir. Bu amaliyot avtomobilni boshqarishni qiyinlashtirishi, sirpanish xavfini oshirishi va favqulodda vaziyatlarda harakat qilishni murakkablashtirishi mumkin. Nega bu harakat xavfli? Tormoz va mufta birga bosilganda avtomobil dvigatel va gildiraklar o'rtasidagi to'g'ridan-to'g'ri bog'lanishni yo'qotadi. Bu esa boshqaruvni saqlash uchun juda muhim. Bu shuni anglatadiki, pedalni qo'yib yuborganda avtomobil kutilmagan tarzda harakat qilishi va beqaror bo'lib qolishi mumkin. Bundan tashqari, tormozlash paytida muftani bosish dvigatel tormozining ta'sirini yo'qotadi. Bu esa odatda tormoz tizimini ortiqcha yuklamasdan tabiiy ravishda tezlikni pasaytirishga yordam beradi.
Natijada oddiy tormozlar avtomobilni sekinlashtirish uchun ko'proq kuch sarflashi kerak bo'ladi. Bu esa tormoz kolodkalari va disklarning qizib ketishi va erta eskirishiga olib kelishi mumkin. Holda boshqariladigan transmissiyaning qishda qanday afzalliklari bor? Ko'pchilik avtomatik uzatmali mashinalarni qiyin sharoitlarda boshqarish osonroq deb o'ylasada, to'g'ri foydalanilganda, qo'lda boshqariladigan modellarda nazorat darajasi yuqoriroq bo'ladi. Har bir vaziyatga mos uzatmani tanlash imkoniyati haydovchiga kerakli paytda tortishni moslashtirishga yordam beradi. Biroq bu afzalliklardan to'liq foydalanish uchun to'g'ri haydash texnikalarini qo'llash kerak. Bu amaliyotlar nafaqat xavfsizroq haydashni ta'minlaydi, balki tormoz tizimi va transmissiyaning muftasining erta eskirishining oldini oladi. Xotirjam bo'lish va muloyim haydash qishda mashinani uzoq umr ko'rishini ta'minlab, eng yaxshi strategiya bo'lib qoladi. Qo'shimcha maslahat: dvigatel tormozining ahamiyati. Holda boshqariladigan mashinalarda dvigatel tormozining samaradorligi ko'plab bahslarga sabab bo'ladi. Shuni aniq aytish kerakki, bu usulni neytral holatda haydash bilan aralashtirib yubormaslik lozim. Dvigatel tormozdan foydalanganda mashina hali ham uzatma bilan buklangan bo'ladi, lekin gaz bermasdan. Bu esa dvigatelning o'zi tezlikni asta-sekin kamaytirishiga imkon beradi. Bu usul nafaqat neytralda yurishdan xavfsizroq, balki yoqilg'i sarfini ham yaxshilaydi va tormozlarning eskirishini kamaytiradi. Dvigatel tormozdan foydalanish zararli bo'lishi mumkin bo'lgan yagona holat bu manevr vaqtida mufta bosilganda yuzaga keladi. Bunday holda mashinani dvigatel emas, balki mufta to'xtatadi. Bu esa disk va mexanizmning tezroq eskirishiga olib kelishi mumkin. Endi siz muftani ishdan chiqarishi va avtomobilingizning to'g'ri ishlashiga xalaqit berishi mumkin bo'lgan ushbu 13 ta keng tarqalgan xatolarni bilganingizdan so'ng, bu bilimlarni amalda qo'llash vaqti keldi. Kundalik kichik odatlar avtomobilning uzoq umr ko'rishida katta farq qiladi va ortiqcha texnik xizmat xarajatlarining oldini oladi. Axir avtomobilga gamxo'rlik qilish faqatgina tejamkorlik emas, balki yo'lda xavfsizlik va samaradorlik masalasi hamdir. Ko'pincha o'zimiz sezmagan holda vaqt o'tishi bilan avtomobilga jiddiy zarar yetkazishi mumkin bo'lgan odatlarni qabul qilamiz. Muftada oyoqni ushlab turish yoki juda keskin harakatda ishga tushirish kabi kichik xatolar mexanik tizimning muhim qismlariga ta'sir qilishi mumkin. Yaxshi tomoni shundaki, biroz e'tibor va bir nechta o'zgarishlar bilan muftani asrash, avtomobilning ishlashini yaxshilash va kutilmagan ta'mirlash xarajatlaridan qochish mumkin. Eslab qoling, mufta avtomobilning eng muhim qismlaridan biri hisoblanadi va uning eskirishi jiddiy nosozliklarga olib kelib, haydovchilikni xavfliroq qiladi hamda ta'mirlash xarajatlarini oshiradi. Shuning uchun ham ehtiyotkorroq haydash, muftani ortiqcha zoriqtirmaslik va profilaktik texnik xizmat ko'rsatish harakatlari har qanday avtomobil egasi uchun mashinasini ideal holatda saqlashda muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, muntazam texnik ko'rik jadvaliga rioya qilish, sifatli ehtiyot qismlardan foydalanish va ishlab chiqaruvchining tavsiyalariga amal qilish ham juda muhimdir. Eslab qoling, yaxshi parvarishlangan avtomobil nafaqat siz va yaqinlaringizning xavfsizligini ta'minlaydi, balki uzoq muddatda ortiqcha xarajatlarning oldini olishga ham yordam beradi. Haydovchilikda ehtiyotkor bo'lishda, avtomobilingizga gamxo'rlik qilishda davom eting va har bir safardan to'liq zavqlaning.